Barselona muxlislarini La Ligadagi 28-chempionlik bilan tabriklayman. Ana 4 ustida olchasi bo'ladi-yu. Kichkinagina bo'lib, butun tortga bezak berib turadigan olchasini chetga olib qo'yib, tortni olib, keyin olchaga mehr beramiz. Ha, Yamalni kechagi golni xuddi shu olchaga o'xshatdim. Barsa Klasikoda yutgandan keyin chempionlik aniq bo'lgan, lekin bitta haqiqiy bezak yetishmayapti. Yamal chempionlikka haqiqiy bezak berdi. Chempionlik bo'lsa mana bunaqa chiroyli goldan keyin bo'la qolsin dedi. Xuddi Gladiator filmidagi ssenariy boshidan oxirigacha dahshat, lekin anu joyida men general Maximusman deydi-ku, xuddi shunaqa gol bo'ldi. Anu Mstitilida Tony Stark bundoq qiladi-yu. Yoki Habib Connorga yaxshi tiqib qo'ygan-u. Habib butun karyerasi davomida hatto bitta raundda ham tutqizmagan, lekin McGregorga bergan bu zarbasi haqiqiy bezak bo'lgan. Yamalning bu goli ham Barselona bu super o'tgan mavsumiga haqiqiy bezak bo'ldi. Tugal!